Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Guli Happy Life 3-turmush o'rtog'i bilan ham ajrashyapti degan gap so'zlarga munosabat bildirdi. Endi kelaylik Guli Happy'ni haqiqiy hayotiga. Guli Happy'ni eri, ya'ni imom nikohli eri Muslimbek meni akam bo'ladi. Mana shuni aytib o'tib ketay. Akam bo'ladi. Judayam ko'p xotini bor. Sulton Sulaymonni ham o'shancha xotini bo'lmagan. Ishoninglar Instagramdagilar, Sulton Sulaymonni ham shuncha xotini bo'lmagan. Akami xotini bo'lgandaqa. Akam O'zbekistonda deylik 40%ga uylanib bo'lgan qizlar jonlar. Farqi yo'q. En oxirgi kelgan babushkamiz, babayagamiz Guli Happy bo'ladi. O'zbekistondan kreditlar olib, O'zbekistondan uni buni reklamasini qilib, 3-4 so'm pul topib, kelib metta, voy mani xo'jam menga kart berdi. Mani xo'jam menga mana kiyimni olib berdi deb hammani aldayapti qizlar. Ishonib havas qilib, erlarini yonlayingda erlarini yomon ko'rib yurmanglar. Ular hammasi yolg'on qizlar jonlar. Meni akam Muslimjon butun xotinlariga imom nikohda mahr deb tillolar beradi. 5-6 ta videolar qo'yib qo'yyapman mana. Isbot deb. Butun mahrga deb turib tillolar beradi. Keyin ajrashib ketayotgan paytda 1 oy, 2 oydan keyin qachon joniga tegsa, shunday yechib olib bergan tursigigacha yechib ket, u ham meni pulimga kelgan deb yechib olib, qizni qanday kelgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa qilib xor qilib jo'natib yuboradi. Buni ham esdan chiqarmanglar. Qizlar jonlar. Endi sizlarga yana nima aytmoqchiman? Guli Happy, voy mani erim Mercedes olib beradi deyotganlar, bu hammasi skaska qizlar. Bunga ishonmanglar. Akam o'zini minmagan mashinalari ham arendada. Arendasini to'lash kerak, ya'ni kreditga olingan, hali kreditini to'layapti akam. Bu aralar erim kasal, erimning mazasi yo'q, erim больницаga tushib qolgan, sog'lig'ida problema bor deb hammani aldayapti. Akami Vibu degan mashinalar olib ketib qolgan. Vibu degan mashinalar olib ketib qolgan. Guli Happy samolyotdan nalasi bilan tushgungacha akami Vibular olib ketib qoldi. Bu hammasi skaska. Ani o'tirib olib xonasi shu qadar yonayotgan qizlar borligiga hayron qolibman-da. U bo'ydoq bo'lgan. U paytda men tushiga kirmaganman, xohlagan ishini qilgandir. Zato pulini berib qilgan. Alfons emas. Ayrimlar pullardan quruq qolib, boshqa qilganiga chidolmayapti shekilli. Farqi yo'q. Menga kelgandan keyin mendan voz kecha olmaydi hech qachon. Chunki meni kimligimni bilasizlar. Nima bo'lganda meni sevishini angladinglar. Chidolmayapsizlarki, g'iybatni kuchaytirdinglar. Menga mendan oldingi yarim minutlik hayoti ham. Men aytmaganman uylanmagan erkakka tegdim yoki nimadir. Ha, uylanib ajralgan, million qizni ko'rsa ham sog'lomligini bilib, chiroyli hayotim berishini bilib tegdimmi? Alam qilmasin qizlar, o'zinglar bosib olinglar. Hayot meniki. Men istadim, men istagim bo'ladi. Unutmang buni. Erim meni sevadi. Men javobini bermaguncha mendan bir erkak ketolmaydi hayotda. O'vering bo'linglar qizlar. Javobim bersam sizlar qoladi. Inshaalloh bermam. Chunki bu meni polni. O'lsam обеспечить qilib o'laman. O'lganimda ham seni kerak bo'lsa, butun sulolaring bilan boqa olaman degan. Qanaqa voz kechaman? Chidolmay million xil videolar, u mendan qolgan videolar. Men tushimga kirmagan videolar. Zato mendan keyin bo'lsa, bemalol qo'yasizlar. Mendan keyin bo'la olmaydi. Hech kim mendan keyin bo'la olmaydi. Men haydamaguncha, men ketkizmaguncha. Tak что qizlar umidinglar o'zinglar, pullardan quruq qoldinglar, o'zinglarga boshqa o'ynash topinglar, ha. Mazza qilib sizlardan foydalanganmi? O'zinglarning kimligingni isbotlab qo'yyapsizlar bu bilan. Men mashiman deb sharmanda erkakka hech qachon uyatmas, sizlarga uyat bo'ladi. Battar bo'linglar. Meniki endi erim. Zato men ochib qo'ydim, bilasizlar. Men erim deb ochib qo'ydim. Nikohdan o'tganimda ham boshqani ham. Aslida nima qilyapsizlar? Boshqa bitta qiz bilan nikohdan o'tgandan keyin nima demoqchisizlar? Men Turkiyaga kelib, men eskortnitsalik qilganman, shu erkakka demoqchimisizlar? Ayriminglar.
Xotini bugunlarku mayli, ajrashibdi, ketibdi. Ular nima vashi tanimayman, o'zi hech qaysilarini tanimayman. Bu tekda videolarda ko'rsam, o'zinglarni qaysidir manodagi videolarni chiqarib yuboribsizlar. Bu nima degani? Men Turkiyaga kelib, eskortnitsalik qilyapman va sizni eringiz bilan men yotib turganmanmi? Pozor. Bilash, menga farqi yo'q. Zato hozirman juft halolman va u ham mening juft halolim. Unutmaylik qizlar, men toki kotiga tepmaganimcha uydan yo'qol demoqchi, mendan erkaklar keta olmaydi. Hammasi mendan ruxsat olib ketgan. Assalomu alaykum hammaga. Sog'mamsizlar? Men yaxshiman, Xudoga shukr. Kechagi duolaringiz uchun hammalaringizdan minnatdorman. Shunaqa bizani mana auditoriyamda shunaqa tushunadigan xotin-qizlar va mehribonlarim borligidan boshim osmonga yetdi. Men esa hozir erim yonlariga boraman. Birozdan so'ngra boshqa ishlar bor. Hayot davom etyapti. Hammasi joy-joyida, faqat yangiliklar, ko'p planlarimiz faqat bizni kutib turadi, chunki vaqt kerak bo'ladi hamma narsa uchun. Alhamdulillah, shu kunlarim uchun ham hammalaringizdan minnatdorman. Siz zerikarli bo'layotganini yozib yig'lab tinmayapsizlar. Xudo xolasa menda hech narsa to'xtab qolmaydi. Chunki bu kontentlarim, bu Instagramim hamma uchun va hammani qo'llab-quvvatlayman, minnatdorman. Dilosha bilan birgamiz. Eri tashab ketibdi deganlarga, erim tashab ketsa, men erimni uyda o'tirmayman. Bitta joyini ko'rsataman. Mana shu kiyim-kechaklari bor joyni. Erimni uyidaman, alhamdulillah. Butun shkafni ocha olmayman, endi bitta joyini ko'rsataman, erimni kiyimlari bilanman. Alhamdulillah. Prosta erimda birozgina hozir xastalikmanda, o'sha oyoqqa tursalar, hammasi joyiga bo'ladi. Unaqa og'ir kasalligi yo'q, xudo xolisa hammasi joyida. Qaranglar, mana shu oyoq kiyimlarimgacha erim tayyorlab qo'yganlar. Kelishiga shunaqa sarpola yig'ib qo'yganlar. Ko'z tegmasin borlariga shukr. Eri tashab ketibdi deganlar uchun mana ko'rib olinglar. Qancha oyoq kiyimlar, hech qaysini olib kiyman, hammasini tayyor qilganman deganlar. Yangi uyga ko'chishimizdan oldin, ammo bu o'zlarining uylaridaman. Shunaqa tayyorlab qo'yganlar menga. Sizlar bilmaysizlarki, men qanaqa hayotdaman, hattoki o'sha bitta oyoq kiyimimni 3 xil to'g'ri rangidan tayyorlab qo'yganlar. Mana. Так что xavotirga o'rin yo'q. Meni erim unaqa ko'chada qoldiradigan emas.